Bu darsimizda Glavonoye menlar qatori bilan tanishib chiqamiz. O'rta dasturga kiramiz. Yangi hujjat ochamiz. Endi bu tomonda nimalar bor? Выставка, visit, copyright bor. Buni endi bitta so'z yozib olishimiz kerak. Bularni ishlash uchun itkurslar.uz degan so'z yozib oldik. Buni belgilaymiz. Belgilab olamiz. Copyrightga bosamiz birinchi. Copyright bu nusxa ko'chirish. Endi bitta enter bossak pastga tushadi. Выставить qilsak so'zimizni tashlaydi. Yoki buni ustiga bossak so'zimizni tashlaydi. Endi buni belgilab olamiz. Virzat nima? Virzat butunlay qilib oladi mana. Qilib oladi. Tashsak o'sha xohlagan joyimizga tashib beradi. Bunga yana bitta qo'shimcha yozib qo'yaydi. Aytaylik, mana shu so'zni biz virzat qildik. Bu so'z bizaga bu tomonga emas, boshiga kerak. Boshiga qo'yishimiz kerak yoki mana yoniga kerak. Yoniga qo'yishimiz kerak. Shunday vyставitga bossak bo'ldi, qo'yib beradi. Demak, bular vazifasini tushundik. Copyright bu ma'lumotimizni nusxa ko'chiradi. Virzat esa belgilagan ma'lumotimizni butunlay qilib oladi. Vystavit esa biz tanlagan joyga o'sha ma'lumotimizni qo'yib beradi. Endi biz ham o'chirib qo'yamiz. Bu nima? Bu yozuvimizning shrifi. Buni har xil turga o'zgartirsak bo'ladi. Xohlasak bunga, xohlasak maytda boshqasiga o'zgartirsak bo'ladi. Bu yozuvimizning ko'rinishi. Bunga o'zgartirib qo'yamiz. Endi bu nima? Bu yozuvimizning hajmi. Mana hajm kattaroq boryapti yoki kichkina boryapti, hajmi. Endi mana bundan kopiya qilib olamiz. Bir nechta kopiya qilish uchun tezkor kalkulyator ham bor. Uni kompyuter soatxonligi darsimizda o'rgatganmiz. Ctrl C qilasiz. Enter bosamiz, Ctrl V qilamiz. Mana Ctrl V qilib 5-6 ta tashlab olamiz. Bu nima? Jirni, ya'ni yozuvimizni qalin qilib beradi. Mana qalin bo'ldi. Buni ustiga bossak, qaysi kalkulyator orqali buni qalin qiladi, o'sha ham ko'rsatib qo'yilgan. Ctrl B qilsak, mana B qilamiz, qalin qilib beradi yo orqaga qaytarib beradi. Endi bu nima? Bu yozuvimizni qiyshaytirib beradi. Mana bunday qiyshaytirib beradi. Bu qanday narsa? Bu yozuvimizni tagiga chizib beradi. Bir marta belgilab qo'yamiz. Mana yondagiga bossak, har xillari bor. Mana bunday qilib berdi. Endi mana shuni o'ziga kiramiz-da, buni tekshirib ko'ramiz. Mana yerda sveti bor, ya'ni rangi bor. Rangini har xil rang qilsak bo'ladi. Qizil qilaylik bilish uchun mana yozuvimizni tagiga chizganimizni qizil rangli qildik. Yoki bo'lmasa yozuvlarni tagiga chizayotganini biz boshqacha turda qildik mana. Endi buni ham belgilab olamiz. Bu nima? Bu yozuvimizga o'rtasiga chiziq chizadi mana. Endi mana yerga yozamiz-da, bironta so'z yana yozib, qo'shimcha yozib qo'yamiz. Aytaylik, mana shu so'z yozdik. Buni belgilab olamiz. Mana bunga bossak, yozuvimizdan kichikroq pastga joylashtirib beradi. Buni tushuniladi deb o'ylayman. Yana bitta baytga so'z yozamiz. So'z yozdik. Endi buni belgilaymiz. Endi bunga bosamiz. Bu nima ekan? Bu esa yozuvimizni teparoqqa qilib kichiklaytirib beradi. Ikkalasining vazifasi yozuvda biz belgilagan yozuvimizni bu yozuvga nisbatan tepa yoki pastga moslab beradi. Endi mana bu nima edi? Bu avtomatik shriftni o'zi ikkita yoki shunday qilib avtomatik ko'paytirib boradi. Bu esa avtomatik o'zi pastga tushirib boradi. Bu nima? Biza ko'p so'z yozganmiz. Innovatsion video kurslar markazi. Mana shunday so'z yozdik. Bizaga mana shu so'zni belgilab olamizda endi kiramiz. Kirdik. Bu biz yozgan matnimizni faqatgina bosh harfini katta qilib beradi. Xuddi mana bu ko'rsatganlardek qilib beradi. Katta harf qilib beradi, qolganlari kichkina bo'ladi. Mana o'zgarish yo'q. Endi buni belgilaymiz. Ikkinchisi esa hamma yozgan matnlarimizni kichkina qilib beradi. Mana. Bu katta edi, kichkina qilib berdi. Endi belgilaymizda uchinchisini tanlaymiz. Uchinchisi nima qilib beradi? Yozgan matnimizni hammasini katta qilib beradi. Endi to'rtinchisiga tanlaymiz. To'rtinchisi har bir bosh harflarni katta qilib beradi mana. Mana bu katta, bu hammasini katta qilib beradi.
Endi oxirgisi nima qiladi? Faqatgina bosh harfni kichkina qilib, qolgan hammasini katta qilaman. Bo'ldi. Buni o'zini standartiga qaytarib qo'yamiz. Bu biz yozgan yozuvimizga effekt beradi. Mana bunaqa effekt yoki bo'lmasam boshqacha effekt, mana bunaqa effekt. Bizalaring mana bu o'qiydigan bolalar mustaqil ish qiladi, referat qiladi yoki diplom ish qiladi, yozuvni boshiga, ya'ni titlga o'zi mustaqil ish yozadi yoki referat yozadi yoki diplom ish yozadi-ku, o'shanda mana shundan foydalanadi. Endi buni ichiga kiramizda, buni qo'shimchalarini o'rgatamiz. Bu rangi, bu pastga qanchalik soya berishi, bularni mana shunday kirib o'zlaringiz o'rgansalaring ham yaxshi bir tomondan. Men hozir faqat asoslarni o'rgatib ketaman. Bu esa pastga qo'shimcha soya berishi mana. Pastga soya berib yubordi. Endi keyingilari. Bu nima? Bu polni orqa fon bilan rang beradi. Buncha ko'p ishlatilmaydi, qaysi joyda ishlatishingiz mumkin. Endi bu nima? Bu yozuvni o'ziga rang beradi. Mana yozuvni o'ziga bironta rang beramiz. Qizil qilik, mana rang beradi yozuvni o'ziga. Endi bu yozuvga biz gradient berishimiz ham mumkin. Mana gradient tanlaymiz. Mana shunaqa gradientlar yoki durugli qilamiz deb maytdan o'zimizga rang tanlab olamiz. Bironta rang tanlab, bunday qilib o'zgartirib gradient qilishimiz mumkin. Bu endi o'zlaringizning xohishlaringizga bino qilasizlar. Buni belgilab qilsalaring yaxshiroq. Belgilab, masalan, gradientlar qilib, moslab qilib chiqsalaring bo'ladi. Biza so'zimizdan tanlab olaylik, yana kopiya qilib olaylik bu tomonlarga. Mana shunga bir marta belgilab, bunga bir marta bossak, o'zini standartiga qaytarib beradi. Buni qaytarish uchun esa orqa qaytamizni net sveta qilib qo'yamiz. Bo'ldi. Endi mana bu narsalar nima? Bular bitta belgilab qo'yaylik. Mana biron bir matn yozyapmiz. Enter bossak o'zi chiqarib beraveradi. Mana. Ko'rlaringmi? Mana shunday qo'yib beradi. Yozuvlarga shuni yoniga shunaqa belgilab qo'yib beradi. Mana bunaqa belgi, xohlagan belgingizni qo'yishingiz bo'ladi bunga. Izunit qilib spiskalarni boshqacha turga qo'yishingiz bo'ladi yoki bu raqam qo'yib beradi mana o'zi tartib raqami. Bu narsa bizga ko'proq nimaga kerak bo'ladi? Test tutayotganimizda kerak bo'ladi yoki biron bir ma'lumotni bunday tartiblab qo'yayotgan paytimizda ajratish uchun kerak bo'ladi yoki boshqa amallar uchun kerak bo'ladi bu joy. Mana bu esa spizokda yana qo'shimcha ochib ketadi. Endi biz bitta matnni belgilaymiz. Bu nima? Bu mana shu matnimizni chekka tomonga tortadi, ya'ni chap qo'l tomonga tortadi. Bu esa matnimizni o'rtaga tortadi. Bu pastdagi matnni belgilab o'rtaga olib boramiz. Bu esa matnimizni o'ng tomonga tortib beradi. Bu esa matnimizni tartiblab beradi. Aytaylik, ko'p so'z bor matnimizda. Bitta matn yozaylik. Bu o'zi qo'shimcha matn chiqaradi. 20 ta qilib belgilaymiz. Mana shunaqa bo'lib ketgan matnimizda ko'ryapsiz, mana bu tartibsiz, hech qaysi tartiblanmagan bir ana ko'zga yoqmaydigan turibdi-da, o'zi standartga mos emas. Buni belgilab olamiz. Belgilab shunga bossak, bu o'zi sahifaga moslab beradi. Ko'raysizlar? Moslab berdi. Endi orqaga qaytarib qo'yamiz. Ko'raysizlar qanaqa qolibdi? Bunga bir marta bossak, bu moslab beradi. Bo'ldi. Endi mana bu nima? Bu oradagi intervali. Bitta yozuvning orasidagi interval. Buni o'zgartirsak ham bo'laman. Orasidagi masofa o'zgaryapti. Endi bu nima? Bu yozuvni bitta hoshiyaga, orqaga yoki oldinga qaytaraman. Namuna asosida ko'rsatib o'tib ketaman. Mana shunday qilib o'zini belgilangan santimetr bo'yicha orqaga, oldinga qaytarib beradi. Endi bu nima? Bu orqa fonga rang beradi. Xohlagan ranglarni qo'ysa ham bo'ladi. Mana orqa fonga polni rang beradi. Bu nima? Bu bizani abzasimiz bo'yicha satruka qilib beradi. Bu bizga uncha kerak emas. Bu asosan Excel'da ishlatiladi. Endi bu narsani o'chirib tashlaymiz. Loremda. Yana mana bundan kopiya qilib olamiz.
kopiya tashlab tashlayman mashitga. O'zi ko'rgan bo'lsanglar mana buni intervalni o'zgarib ketdi. Mana buni bunga belgilab qo'ysalaring, biz masal bitta probel bosdik yoki enter bosdik yoki bo'lmasa boshqa amallar qildik. Mana shu yerda sizlarga ko'rsatib beradi. Mana shu yerda probel bosilgan yoki mana shu yerda enter bosilgan deb buni sizlarga ko'rsatib beradi. Buni o'chirib qo'yamiz. Endi mana bunday belgilab buni qilamiz. Bu nima? Bu bizga o'zimizni jadval qilishimiz uchun, mana so'zlarimizni jadval yasashimiz uchun kerak bo'ladigan joyimiz. Biz granitsa qo'ysak, buni o'zini общий jadval bo'ladi. Agarda biz faqatgina bir tomonga qilmoqchi bo'lsak, ham bir tomonlarda o'ziga ham olsa bo'ladi bunda. Bilasizlar? Mana shunday qilib qilasizlar. Endi bu nima? Bu o'zi tayyor shrift. O'zi tayyorlangan shriftlar o'zining standartidagi birontasini tanlab o'zlaringizga mos qilsanglar bo'ladi. Endi bu nima? Bu nayti, ya'ni qidirish. Bizga aytaylik, mashitdan o'qib turgan so'z kerak, yoqib turgan so'z kerak. Bossak o'zi avtomatik chiqarib beradi. Bunga bossak olib borib beradi ustiga. Bilasizlar? Shunaqa joy. Endi zaminat. Aytaylik, bizga yoqib turgan so'z o'rniga boshqa so'z qo'yishimiz kerak. Bilim. Bunday qilamiz buni. Mana shunday qilamiz-da. Zaminat qilsangiz faqatgina bittasini o'zgartiradi, zaminat bilsa qilsangiz hammasini o'zgartiradi. Okey qilamiz. Bo'ldi. Bizda 3 ta bor ekan, uchalasini ham mana o'zgartirdi. Endi pastdagini ham ko'ramiz. Boya yoqib turganimiz bor edi, mana yoqib o'sha o'zgartirdik. Bu darsimiz shulardan iborat edi.